9-son bolalar musiqa va san'at maktabi ijodkor yoshlar ko'rsatuvi yana e'tiboringizda. Bugun biz maktabimizning fortepiano bo'limi haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Yosh bo'lishiga qaramasdan bir necha ko'rik tanlovlar, respublika, xalqaro ko'rik tanlovlarda o'quvchilar ishtirok etib kelayotgan tajribali yosh ustozlarimizdan Anora Nuriddinovnaning sinfi haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Anora, o'quvchilaringiz to'g'risida, sinfingiz to'g'risida o'zingiz ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. Bizning fortepiano sinfimizda asosan 7 yil davomida o'qiladi, ya'ni cholg'ular ichida eng murakkabi fortepiano va skripka hisoblanadi. Fortepiano yo'nalishida juda ham yosh doirasida 6 yoshdan bizda 11 yoshgacha qabul qilinadigan bo'lsa, 6 yoshdan o'quvchilarimiz bizga kelayotgan o'quvchilar juda ham iqtidorli va san'atga qiziqishlari yuqori natijada keladigan o'quvchilar hisoblanadi. Bularning birinchi bo'lib musiqa bizga fortepiano yo'nalishida 3 ta taraflama bo'lib rivojlanadi. Ya'ni nutq rivojlanadi, madaniyati rivojlanadi va xotirasi yana ham mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Yoningizda, demak, iste'dodli, qobiliyatli o'quvchilaringiz o'tiribdi. So'z isbot sifatida keling, ular ijrosida bitta chiroyli asar tinglasaydi, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Respublika bosqichi g'olibi Hamijonova Mushtariydan dars jarayonidan lavhalarni tinglaymiz. Asarlari Gaydin san'ati, Etyud, Karl Chernin. Marhamat. Judayam chiroyli ijro. Anora Nuriddinovna, endi kelajakdagi rejalaringiz to'g'risida o'rtoqlashsak. Kelajakdagi rejalarga keladigan bo'lsak, bizning To'raqo'rg'on tumanimizdagi 9 sonli bolalar musiqa va san'at maktabidagi tahsil olayotgan fortepiano sinfi o'quvchilarini xalqaro, nafaqat respublika, xalqaro tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritib, tumanimiz sha'nini yanada yuqoriga ko'tarish orzularimizdan biri hisoblanadi. Rahmat. Kelajakdagi rejalaringiz,
amalga oshishida va ishlaringizda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Agar joiz bo'lsa, o'zingizdan ham bir chiroyli asar tinglasak. Marhamat. Biz sizlar bilan ijodkor yoshlar ko'rsatuvining fortepiano bo'limi Anora Nuriddinova sinfi o'quvchilari bilan tanishdik. Bizni kuzatishda davom eting.